Demak, keyingi savol o'zgaryapti. 4-savolda. Xo'p, vodorod sulfid kislorod yonib, X modda va suvni hosil qilyapti. Suv ham gaz. Hammasi gaz. Xo'p, ushbu reaksiya bo'yicha bosimni 2 marta oshirilganda reaksiya tezligi 32 marta ortgan bo'lsa, X moddani aniqlang. Xo'p, quyidagicha masala ishlanadi. Ya'ni vodorod sulfid kislorod yonish natijasida X modda plus suv gazi hosil bo'libdi. Xo'p, bosim 2 marta oshibdi. Demak, to'g'ri reaksiya tezligi 2 marta ortgan. Demak, mana bu joyda reaksiyani tenglashimiz kerak. Agar biz buni dastlabki vodorod sulfid miqdorini A mol, kislorodnikini B mol deb oladigan bo'lsak, 2 marta oshilibdi. 2 ni A darajasi ko'paytirilgan 2 ni B darajasi. Mana shunda reaksiya tezligi 32 marta ortishi kerak. Endi biz vodorod sulfid ikki xil yonishini bilamiz. Ya'ni kislorod yetarli bo'lgan sharoitda va kislorod yetarli bo'lmagan sharoitda yonadi. Ya'ni vodorod sulfid kislorod yetarli bo'lgan sharoitda yondirib ko'ramiz. Ya'ni bunda hosil qiladi sulfid angidrid plus suvni hosil qiladi. Reaksiya tenglashi 2 3 2 2 qo'ysa reaksiyamiz teng. Endi kislorod yetarli bo'lmagan sharoitda vodorod sulfid kislorodda yonganda unda oltinga gurt, ya'ni birikmasi plus suvni hosil qiladi. Endi oltinga gurt oddiy modda. Reaksiya tenglash uchun umumiy hop bu yerga 2 qo'yib olaman. 2 2 4 bo'lib ketdi. 2 ta qo'ysam reaksiyamiz teng. Hop, bosimni 2 marta oshirib ko'raman. Demak, mana bunda reaksiya to'liq borganda 2 ni kvadrati ko'paytirilgan 2 ni 3-darajasiga to'g'ri keladi. Agar reaksiya tezligi 32 marta ortsa, demak javobimiz to'g'ri. 2 ni kvadrati 4, 2 ni kubi 8. 8 kara 4 32. Demak, to'g'ri, javobga to'g'ri kelyapti. Demak, kislorod yetarli miqdorda yongan. Xo'p, javobimiz sulfid angidrid bo'lgan. Olib turaylik. Endi yetarli bo'lmagan sharoitda 2 ni kvadrati ko'paytirilgan 2 ni 1-darajasi mana 1. 2 ni kvadrati 4, 4 2 ga ko'paytiradigan bo'lsa 8 marta ortgan bo'ladi. Bu javobimiz xato bo'ladi. Demak, javobimiz kislorod yetarli miqdorda yongan. Xo'p, keyingisi 5-savol. 10 litr idishda 1 ga 3 nisbatda olingan neon va geliy aralashmasi -23 Selsiyda 83 kilopascal bosimni hosil qiladi. Aralashmani massasini toping. R universalligi 8.3 ga teng. Xo'p, buning uchun nima qilamiz? Ikki xil gazlar aralashmasi bor. Dastlab umumiy hajmni hisoblab olamiz. Ya'ni bizda 5-savol bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, gazlar aralashmasida neon bor va geliy gazi bor. Xo'p, olaylik mana buni aralashmani X miqdorda deb. Oladigan bo'lsa, bunda X mol neon bo'ladi, 3X mol geliy gazlar bo'ladi. 1 ga 3 nisbat beryapti. Xuddi shunday holatda biz nima hisoblab olamiz? Hajm hisoblab olamiz. Aralashmani hajmi 10 litr beryapti. Endi 10 litr bergan holatda, hop, jami hisoblaydigan bo'lsak, X plus 3X teng bo'ladi 10 ga, litrga. Endi 4X teng bo'ladi 10 ga, X teng bo'ladi shunda 2.5 ga. Hop, ikkalasi uchun hajm hisoblab olaman. 2,5 ni X ga ko'paytirsak 2.5X hajm bo'yicha, 2,5 ni uchga ko'paytirsak 7.5X hajm bo'yicha hisoblanadi litrda. Endi gazlarda aralashmasida bosim bor, hajm bor, teng bo'ladi. Modda miqdori noma'lum. Shundan massa hisoblab olsak bo'laveradi. Modda miqdori ko'paytirilgan N universalligi ko'paytirilgan temperatura. Bizda modda miqdorini topsak yoki massadan ham hisoblab olsak bo'laveradi, modda miqdorini hisoblasak ham bo'laveradi. Hisoblash uchun nima qilamiz? Miqdorga yopishganlari pastga tushadi, R ko'paytirilgan T, yopishmaganlari tepaga chiqadi. P ko'paytirilgan V. Xo'p, mana shu ikkala gaz aralashmasi uchun hisoblab olamiz. Birinchisi neon uchun hisoblaymiz. Neon uchun hisoblanganda neonda hajmi 2,5 litr. Demak, bosim 83 ko'paytirilgan 2.5 bo'lamiz 8.31 ko'paytirilgan temperatura. Temperaturani hisoblab olishimiz kerak shu jarayonda. Kelvinga o'tib olamiz Selsiydan. Buning uchun 273 ga qo'shamiz -23 da. Bunda ayriladi, 270 da 23 da ayirsak 250 kelvinga to'g'ri keladi. Demak, ko'paytiramiz 250. Endi qaranglar. Xo'p, 2.5 bilan 250 qisqaradi 0.01 ga. Bunda 83 bilan 8.31 qisqaradi 10 taqsim 1 ga. Misol uchun, endi 0.01 da 10 ga ko'paytirib qo'ysak, bunda 0.1 kelib chiqadi. Neonning massasini hisoblaymiz, 20 ga ko'paytirsak, bunda 2 gram kelib chiqadi neonning massasi. Xuddi shunday holatda hisoblab olamiz geliyni. Ya'ni geliy gazni, ko'paygan T. Qanday hisoblaymiz? Bosim 83 ko'paytiramiz
hajm 7,5 bo'lamiz. Universalligi 8,3 ko'paytirilgan temperatura 250. Xo'p, 83 8,3 dan 10 taqsim 1 ga qisqaradi. 7,5 250 dan 0,03 ga qisqaradi. 0,03 3 ga ko'paytirsa 0,3 kelib chiqadi. Ko'paytiramiz, geliyning massasi 4 ga. 0,3 4 ga ko'paytirsa 1,2 gram bo'ladi. Endi jami aralashmani massasini hisoblasak 2 ga 1,2 ni qo'shib qo'yamiz. Aralashma shunda 3,2 gram bo'ladi. Xo'p, gaz aralashmasini massa hisoblanilgan C javob bo'ladi. Keyingisi 6-savol. Litiy, natriy, kaliy, rubidiy. Demak, guruh bo'yicha tepadan pastga harakatlangan. Elementlarning oksidovchilik xossasi qanday o'zgaradi? Elementlarda guruhlarda tepadan pastga qarab oksidovchilik kamayadi. Endi pastdan yuqoriga qarab ortadi. Kamayadi. Endi litiy, natriy, kaliy, rubidiy. Oksidovchilik xossasi tepadan pastga qarayaptimi? Demak, kamayadi. Demak, kamayib boradi degan javobni olamiz. B javob bo'ladi.